Dunyodagi eng baxtli ayol. Doktor Ayes Qarni. 3-bob. Baxt qanoatdir. Baxt degan ko'ngil to'qligi, ideya xotirjamligi, tinchlik, shodligi, pak muomala, go'zal ish-harakat va qanoatchan ruhiy holatdir. Men sana ato qilgan ne'matlarni qabul qilgin. Shundaqla menga shukr qilgin. Allohning marhamati qanchalik hisoblab beqing. Tang atsila, quyosh sansizlig'in baxtsiz ayollarning ustiga nur tashlaydi. Ammo siz baxtlik. U sansizlig'in och-yalang'och ayollarga nur chechidi. Sizning bo'lsa yetarlik uzuqingiz bor. U sansizlig'in mahbuslarga nur chechidi. Ammo siz erkin. U sansizlig'in ofat tufayli judab ketgan ayollarga nur tashlaydi. Aksicha siz sog'lom, shodxo'ram. Qanchilg'an ko'z yoshlar ularning manzillaridan saqimoqda. Qanchilg'an onalarning qalblari dard hasratga to'lmoqda. Qanchilg'an sabiy qizlar yordamsiz ingrimoqda. Sizchu, siz baxt va tabassumga egasiz. Shunga Allohga, mangu mavjudat Xudoga mehribonligi, homiyligi, saxiylik uchun hamd sano ayting. O'ltirib o'ylaning. Samimilik bilan o'zingizga yuzlaning. Bu sonliq ma'lumotlar qarang. Siz qanchalik narsaga, qanchalik boylikqa ega, qanchalik baxt va sizni xursand qiladigan ishlardan bahramand bo'lyapsiz. Husn Jamol, mol-mulk, bola-chaqa, salqin so'rin, oila, vatan, kun nuri, havo, suv, g'izo, dora. Mana bularga ega bo'lganligingiz uchun shodxo'ram bo'ling. Bir tiyin pulingizni miskinlarning baxti va so'ygisiga tikishing. Alloh sen uchun taqsim qilganga rozi bo'l. Ey boy odam, eng boy odam bo'lsan. Baxtlik bo'lish yoki bo'lmaslik ilkingizda. Sizni xursand qiladigan nihoyat oz, sizni azoblaydigan bo'lsa to'limi ko'p. Hayotingizning haqiqiy sanog'li bo'ladigan qismi dal baxt va mamnuniyat bilan to'lgan vaqtlardir. Tamaxurlik, ochko'zlik va aloqzodlik deganlar sanoqda to'xtamaydi. Bular salomatlikka ziyonli. Go'zallikni nobud qiladi. Allah siz uchun o'rinlashtirganga rozi bo'ling. Taqdirga ishoning. Umidvor ruhiy holat bilan kelgusiga yuzlaning. Xuddi go'zal va yengil qalblik, hech nimaga mahliyo bo'lmaydigan guldan gulga, bog'dan boqqa, tog'dan toqqa qo'nib yuradigan kipinakka o'xshash. Yoki gullardan shirni sumirib, hasal ishlaydigan hasal harsiga o'xshash. U gullarga qo'nadi. Biroq gul shexini sundirib etmaydi. Gul shirnisini yig'ib hasal ishlaydi. Ammo gul bargini tishlab nobud qilmaydi. Qanoat tuyg'usiga boy, ving-ving ovozi bilan mehr, muhabbat va xushxabar tarqatadi. Go'yo jannatdagi hur parilar zaminga tushgandek. Alloh tavba qilg'uchlarni, o'ziga yuzlanguchlarni yaxshi ko'rdi. Chunki ular uningga qaytadi. Uningga hozirgi holdan shikoyat qiladi. Allohga shukr. U mening qayg'u hasratimni yo'qotdi. Ufuqqa qarang. Beshingizni töven silib, lay tuproqqa emas, egiz ko'tirib, rangdor bulutlarga qarang. Yiroqlarga tikiling. Xiyollaringiz qanotlansin. To'xtamay yamishing. Umid mangu sizni bag'ishlasin. Chekinishdan saqlaning. Esingizda bo'lsin. Hayot demak minut, sekund demakdir. Siz go'yo ishchan chumili kabi chidamliq bo'lishingiz kerak. Uzildirmay tirishing. To'xtamay fikr qiling. Mubodo yana gunoh qilib solsangiz, yana tavba qiling. Tirishib Qur'on yodlang. Mubodo unutib qolsangiz, qaytadan bir-birlab takror qiling. Eng muhimi, mangu urmang. Aql bilan so'zlang. Dunyodagi ishlar yakun va xulosa emas, faqat takror tajriba. Xatolikdan saboq olish jarayoni xolos. Turmush go'yo husn go'zallashtirish operatsiyasini kutib turgan tanga yoki qisman o'ngshug'li, hatto qaytadan solg'ili bo'lgan binoga o'xshaydi. Barliq mag'lubiyat ideyalardan yiroq turing. Ashu balo qazo va kulfatlarni qaytadan o'ylamang. Chunki Qodir egam mundaq deydi. Navoda sizlar haqiqiy mu'min bo'lsanglar, Allohga tavakkul qilinglar. Gunohni davomlashtirish tarsonlik bo'lsa, gunohdan voz kechish jihoddir. Iymon etgan va yaxshi amal qilganlarga xush xabar bergin. Iymonliq kapa, iymonsiz qasrdan a'lo. Parvardigoriga ibodat qilib, namoz o'qib, roza tutib, kapida turadigan musulmon ayol Ashu katta qasrda turadigan mulozimlari va hashamatlik turmush lozimatliklari bor ayoldan baxtlik. Chedirda yetib qopib, ko'mash yeb, küpning seni ichib, Qur'on o'qiydigan, Allohni eslaydigan bir iymonliq ayol
hashamatlik saroyda, mahmal hujralarda turib, Parvardigorini tunimaydigan, payg'ambariga ergashmaydigan ayoldan baxtli. Baxtning haqiqiy ma'nosini bilib biling. U ko'plagan kishilar tasavvur qilgandek tor va afsonaviy emas. Siz baxtni dollar va oltindan keldi deb qaramsiz yoki oila jabduqlari kiyim-kechakdan, yemak-ichmakdan, qatnash qurollaridan? Yo'q. Butunlay undaq emas. Baxt qalbdagi rozilik, ideyadagi xotirjamlik, tinchlikdagi shodlik, yaxshi muomala, go'zal ish-harakat va qanoatchan ruhiy holatdir. Musulmonlarga ziyonkashlik qildigan, qo'l ostidagilarga zulm qildigan kishi qandaqmi xotirjamlik, rozimanlik his qila olsin? Hamma ishni mangu hayot o'lmas Allohga topshir. Qilishga tegishli ishlaringiz uchun vaqtingizni o'rinlashtiring. Biror parcha yaxshi kitob o'qib beqing yoki biror tal yaxshi lenta anglab beqing. Yiqimli Qur'onga quloq soling. Balkim birla oyat qalbingizga cho'nqirlab kirib, vijdoningizni qo'zg'ab, hidoyat va nur ilib kelishi, gumon va umidsizlikni yo'qotishi mumkin. Yaxshilar bag'chisi kabi payg'ambarimizning so'zlariga xotirlangan kitoblarni o'qing. Shundala ozg'unlikdan yoki gunohdan saqlanishning usulini topa olasiz. Manfaatli bilimlarga erisha olasiz. Bu ilmlar sizning barcha masalalarni hal qilishingizga yordam beradi. Sizning shifoliq doringiz vahiy, Qur'on bilan hadisda. Sizning aromingiz iymonda. Sizning shodligingiz namozda. Sizning xotirjamligingiz qanoatda. Sizning go'zalligingiz tabassumda. Sizning shon-sharfingiz hijobda. Sizning tinchligingiz mehribon Allohni eslashda. Mazlumning qarg'ishidan va mahrumning ko'z yoshidan ehtiyot qiling. Qo'linglardan ketgan narsalar uchun qayg'urib, Alloh sizlarga ato qilgan narsalar uchun ko'ranglab ketmanglar.